Assalomu alaykum hammaga. Navbatda kuxnyamizni Urganchga olib ketib berdik. Rossiyskiy laminatdan bo'ldi. Stoleshnisalar iranskiy stoleshnica qo'yildi. 3,5lik MDF stoleshnica bo'ladi. Ishlari keng, 2 etaj, quloqlar ham originalda qo'yildi. Poni puxa, dimoxodlar ham 2 motorli ko'mirli Volner firmasi qo'yildi. Ishlari setka reshotkali bo'ladi. 3 xil положениеda ishlaydi, sensorli bo'ladi. O'rni ulanib turibdi, xudo xolasa bari. Ugl variant bo'ldi. Falandir shuga xolodilnik qo'yib berganmiz. Xudo xolasa zozurlar ham 00 keldi. Dastlari ham 2 etaj. Xolodilnikning ustlari ham tom kengishlik. Xudo xolasa liboy narsa siyani bergan. Так, kafeli dispodan qo'yib berdik, rossiyskiy dispodan. Rozetka joylari bariyeri xudo xolasa ulandi. Fumoga qo'yildi. Hamma funksiyasi ishlaydi xudo xolasa. Stolimizda suv keltiribdi. Qanchalar shersharalari, velosalodon, kanalizatsiya boshqaton hamma funksiyasini ishlatib berib qo'yamiz. Pastlar ham akkuratni bo'lib turibdi. Tortmalar polni dovchik xudo xolasa. Bunga shunday sifatli mebellar kerak so'zlarimizga aloqa qilinglar. Qo'ldan kelgancha chiroyli taxlab beramiz xudo xolasa.